Bugungidagi omadsiz kunim bo'lmagan. Hammasi aynan mana shu keksdan boshlandi. Meni oyda hayot ko'rsatuviga chaqirishdi. Oldinlari dietolog sifatida taklif qilinardim va nimadir tayyorlab berishim kerak edi. Bu safar ham xuddi shunaqa narsa deb o'yladim. Nima tayyorlash haqida oydinlik kiritmadim. Shakarsiz, unsiz bo'lgan keks tayyorlamoqchi edim. Hammasi dabdala bo'ldi. O'tirib olib o'ylashni boshladim. Endi nima pishirsam ekan deb oxiri bitta yana desertga kelib to'xtaldim. Efirga 9:30da chaqirilganman, chunki 10da primoy efir boshlanadi. Qo'limda hech qanaqa mahsulot yo'q. Soat уже 9:10. Magazinga yugurdim. Chilonzordagi Magnumga bordim. U yoq yopiq ekan. Undan chiqib C kvartaldagi Magnumga ham bordim. U ham yopiq ekan. Undan chiqib Mirzo Ulug'beydagi Korzinkaga bordim va hamma narsalarni o'sha yerdan topdim. Soat уже 9:40. Oydin hayotdan telefon qilish boshlandi, chunki efirga atigi 20 minut vaqt qolgandi. Pasportni ko'rsatib o'tadigan joyga kelganimizda esa mobilografimni pasporti qolib ketgani esiga tushib qoldi. Pasportning rasmi bor ekan, amallab o'shani ko'rsatib kirib oldik. Undan 2 minut o'tganda esa men уже studiyada edim. Narsa olib borganimni, uni tayyorlab yuvib berishini so'raganimda, "Yo'q, siz narsa pishirishingiz shart emas, o'zi oshpazimiz bor" deb qolishsa bo'ladimi? Siz shunchaki dietolog sifatida u ovqatlarga bo'lgan fikringizni aytsangiz bo'ldi deyishdi. Shuncha asabiylashganim, shuncha magazin yugurganim, o'zimni ham televideniyadagilarni ham davleniyasini oshirib yuborganlarim. Ha, mayli, endi efirni ham boshlab oldik. Videolog Xurshida Bonu Jumayevani taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Jonli efirda bunaqa holatlar ham bo'lib turadi. To'g'ri, valiolog so'zini aytish juda ham qiyin. Efirdagi savollarga esa dadil javob berdim, chunki har kun magniy ichib yotaman. Siz meni o'rnimda bo'lganingizda shunaqa asabiy kundan keyin qanaqa holatga tushgan bo'lardingiz?